Joriy yilning 20-martidan Tojikiston hukumatı sovuqdan qiynalgan mintaqalarga elektr energiya ta'minotini asta-sekinlik bilan oshirib bormoqda. Balki Tojik Ochiq aksionerlik kompaniyasining xabariga ko'ra, elektr ta'minotidagi cheklov aprel oyining 1-10 kunligida olib tashlanishligi mumkin. Lekin bu holat savol ostida qolmoqda. Bunga sabab Vaxsh daryosining oqimi barqaror emasligi va Nurekga suv omboridagi suvning sathi belgilangan nuqtadan pastligidir. Manbalardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda elektr energiyani xalqqa uzatilishligi 1 sutkada 4 soatdan 9-10 soatgacha oshirilgan. Ertalab soat 5 dan 9 gacha va kechki vaqt 5 dan 10 gacha uzatilmoqda. Kuz mavsumi Tojikistonda erta va sovuq keldi. Xalq uchun issiqlik va elektr zarur bo'lgan bir vaqtda energetika sohasi vaziri elektr energiyani rejadan ortig'i bilan bajarilishligi to'g'risidagi bayonotiga qaramasdan 26 oktyabr kuni davlat elektr energiya ta'minotini cheklab faqat 7 soat mobaynida ta'minlaydigan bo'ldi. Kechki soat 10 dan ertalab soat 5 gacha. Xalq sovuqdan qiyinchilik ko'rayotgan bir mahalda davlat elektr energiyani xalqqa berish o'rniga g'arbga sotmoqda. Tojikiston hududining 93% tog'li bo'lib, ularning orasida soatiga 20 milliard kilovat elektr energiya ishlab chiqaruvchi o'nlab kezlar mavjud. Dunyo bo'yicha elektr energiyani ishlab chiqarish jihatidan 4% Tojikiston zimmasiga to'g'ri keladi. Tojikiston hukumatiga xalqni elektr energiya bilan to'liq ta'minlashda nima to'siq bo'lmoqda?